120 Hz yangilanish tezligiga ega planshetni ko'rganmisiz? Bu yangi Redmi Pad 2 Pro va uni ancha-muncha planshetlardan ustunlik tomoni juda ko'p. 12.1 dyuymli 2.5K ekran. Stop. Keling, raqamlar haqida emas, hissiyotlar haqida gaplashamiz. Ekrandagi kontent tiniqligini shunchaki o'zingiz ko'rib baho bering. Odatda o'zi planshetlar kontent iste'moli uchun olinadi. Ba'zi odamlar esa montaj uchun ham olishadi. To'g'risini aytsam, men planshetlarda montaj qilmayman. Yoki kontent iste'moliga keladigan bo'lsak, yoki o'yinlarga keladigan bo'lsak, qo'limdan planshet tushmaydi. Lekin planshetlarning eng bitta minus tomoni bor. U ham bo'lsa batareya sig'imliligi. Redmi Pad 2 Pro bilan esa siz bu muammoga duch kelmaysiz. Chunki bu devicening batareyasi sig'imliligi 12 mAh. Tasavvur qilyapsizmi? 12 mAh. Bu degani kun bo'yi bemalol planshetni blokka qo'ymasdan ishlatsangiz bo'ladi. Protsessorga keladigan bo'lsak, bu yerda Snapdragon 7S Gen 4 plus GPU Adreno 810 turibdi. Operativ xotira 8 GB va doimiy xotira 206 GB. Kontent iste'moli, kichik videolar montaji dizayn uchun ideal. Qo'shimchasiga esa men o'ynaydigan o'yinlarni ham bemalol o'ynasa bo'ladi. Bu planshetning yana bir qiziq tomoni, unda reversiv quvvatlash tizimi bor. Bu degani siz uning yordamida smartfoningizni quvvatlantirishingiz mumkin. O'zi ko'p analoglarda ko'pincha e'tibor RAM va ROMga beriladi. Bu yerda esa e'tibor komfortga qaratilgan. Shunchaki olasan va bemalol ishlatasan. Olishga arziydimi, o'zingiz olgan bo'larmidingiz degan savolga esa bemalol ha deb javob beraman. Qolaversa, buni sovg'aga olsangiz ham bo'ladi, chunki narxi ham hamyonbop.